Hürmetli vatandaşlarımız, vatandaş. Bugünkü sağış 2020 yıl 1. ayın 31. günü haftiga cüme leksiyimizde yani Yakup Bey'in tercümanının okuyduğu leksiyimizde devamlaştırırız. Eğer onu Rusya'ya karşı ittifak tözüştü astırıttın kol tıkkan dep karısa, o halde Yakup Bey özünün diplomatiya vasıtası zet hareket kılgan bulattı. Bukhara bilen Qakanның Rusya özlüğü tangan bekendilik boyun turğudan kutuluş yoludaki hareketlerine Qashqariya qo'shinidan hech kim qatnaşmadı. Muşaça tapqoptu. Çünkü bu çağda Yakup Bey'in Kabuldaki Şir Ali'ye okşaşlap, özü bivasıta başkuruvatkan dairdi işki işlerini bir taraf kılış bilenle bent bulup ketken idi. O öz zemininin en şarkı tarafında bir itiqat tikilerine karşı uruş kozgaşka razı idi ki karamlık kılıp İslamiyet'nin en güçlü düşmanına karşı gazat kılışını asla kalamaydı. Yani Rusya'ya gitmekçi. Ruslar Yakup Bey'den özlerinin təvəddikideki caylarının işlerine arlaşmağallığı üçün xili razıydı. Yakup Bey tekip pişip yetilmegen kozgulanlar anca ehmiyet vermişse ya ki kol tıkmasa gerçi onun bazı asaslık vezirleri bunda karşılıklarını kollagan takdirde mi Rusların şu çağdaki Türkistan'ı bulgan hükmürallık hukuku üçün en dostane hareket hesaplanattı. Çünkü Rusya ezelden Orta Asya'daki milletlerinin yegane körsetken her kanda karşılıklarından kılıç korkmaydı. G'arbi Türkistanlıklar üçün aytganda ular agar bir niyatda qo'zg'alib takshi qadam tashlamasa, uning ustiga yana bir muntazam qo'shin va muntazam ofitserlardan tashkillangan asosli kuchning yordamiga ega bo'lmasa, masalan Iroq chiqishni aytsakmi, Afg'oniston yoki Qashqariyaning ma'lum mezgilda yetkazib berayotgandek asosli kuchining yordamiga ega bo'lmasa, Rossiya qo'shinlariga qaqshatqich zarba berip, ularning özlerinin 13 yıl burungi ko'ni usiga zodli surib, haydab ko'rgizib o'tolmaydi. Bu yanında aytishaylar tahlil qilibdi. Yakup Bey'nin devletinin öz müstakilliğini doğu tikadigan mundaq cho'ng tavakkalchilik ko'rinig'idek qudratinin bar yo'qligini gumonliq edi. Şunun için o özünün barlık dikkat itibarını ve barlık baylıqını devletin işki işlerine qaratıp Rusya bilen bir vasıta tutuşup qilishdan saqlanıp maqtuğudak iş qildi. Ama şundaqdimi qo'qalliklarning azob uqubatlarga faqat ko'ngil bo'lmaganligi uchun o'z nomiga dog' tushirdi. Eğer onu dastlabki chog'lardagi mushu ishlarda yaxshi qilmadi desak, uning 1875 yildagi oxirgi xitimliq osiyligi texmo yaxshi bo'lmadi. Lekin biz bu voqeani vaqtincha so'zlamay, mushu bobning oxirgi qismida muhokama qilishga qoldiramiz. Yakup Bey vaziyatga intayin shaxsiyatchilik bilan qarag'an bo'lishi kerak. O öz hakimiyetini texi müstahkemli olmağaçqa, chet ellerde birer buran çıkıp özünün müstakilliğini təminlep durgan Lengirtaq kimisini öğrü bitiştin bekmensireydi. Şunu onun siyasetinin bütün məqsidi kişilerin özüge bolğan diqqətini başqa tarafga burib etişiydi. Bu yerde hemmeden mühim bulğunu bir amal qilib Ruslarni özlerinin təvəsidiki parakendichilikni bastırışqa aldırıp teriş gerek idi. Ruslar bir gün ayal bolsa Yakup Bey'nin ornuşunun erişip bir kadar küçüyetti. Mübadı Ruslar vakti kelip onun hakimiyetini tarmar kılışqa uğraşımı o qat'i karşılık gösterdi. Yakup Bey'nin bir mahallik siyasının maqtuğudak yeri bolmagan bilen ama onun öz qarindaşları qılğanlarını xeli tüzüktak qılıdı. Şuna işinin nəticəsi dəl onun arzusudak boldu. 1868 yıl Ruslarning narıngı istiqamyası qallığı ularning Qashqariyani işgal qilish yo'lidagi tayyorligi edi. Yakup Bey'in moşundaq murassiyatchilik siyosati uni shu qatimqi xavf xatardan qutuldurib qoldi.
1877 yılı Çar Padişah onu özünün eşeddi düşmeni dep jakaladı. Apla, mana maçetlerini gördün mü? Ruslar yana bir qatım Irak musafirlik harbiy yurish qilib, onun uyqusini içip koymakçı oldu. Bu çağda qo'rqqanda yana qarshilik yuz berdi. Shuning bilan Ruslarning diqqat nazari yana bir qatim buraldi. Hamda Rossiya qo'shinlari Narin qo'rg'onidan Farg'ona yetkazib ketildi. 1873 yılı Xivaga qilingan harbiy yurishmi nishonni burash rolini o'ynadi. Nurg'un kishilarning qarashicha, aslida Qaram otliq g'ozining, aslida Qaram Atalık gazının beşiği kelip tigadigan çomak başka tarafga bo'lib etilgan edi. Ahir 1875 yılı Qo'qonda yuz bergan qo'zg'olon, ya'ni yerlik aholining Rossiyaga qarshi elib borgan urushlari ichidagi eng og'ir va eng muvaffaqiyat qozonishga oz qolgan bir qatimliq qo'zg'olon Yoqub Bagni Rossiyaning tayyorlab bo'lgan bir qatimliq tajovuzdan saqlab qoldi. Demek muşu qo'zg'olonda Yoqub Bek yo'q bo'lgan bo'lsa, tarix qanday izlatdi? Yani 1868 yılı keleyli. Şu çağda Rossiya hükümeti Narin daryosi bo'yiga istikam salib olgan edi. Hem de Rossiyani ko'zga ilmay Ruslarning otishga o'tadigan tog' yo'lini yasash talabini rad qilgan Yoqub Bagni jazolamoqchi ekanligini oshkora jakardi. Ta ki şu yılga kadar ular arasidagi aloqa ikki tarafda chegara amaldorlari o'rtasida bo'ladigan yerim hukumat xarakterlik aloqa edi. Endi biz meselenin başqacharoq bir tarafiga to'g'ri keldik. Rossiya amaldorlari bir tarafdan o'z davlatining manfaatini deb Yoqub Bagni yo'l qo'yishga qistisa, yani bir tarafdan Yoqub Bagni o'z oldiga mustaqil bir rasmiy podshoh deb e'tirof qilmaydi. Demek ki Rossiya e'tirof qilmadi. Ama ularning raqibi intayi zirak kelib qolg'achqa, bundaq bir odatdagi taktikaning damiga hargiz tushmaydi. Yoqub Bagning amaldorlari uning podshohlik sifatiga loyiq usul bilan uning tasdiqidan o'tkazmaguncha hech qanday kelishimni imzolay olmaydi. Bizga ma'lumki, Ruslar diplomatiya jihati makkorlik qilib mag'lub bo'lgandan keyin popoza qilib boqqan bo'lsa-mu, lekin taqdirning qismati bilan ularning bunday popozalari ishga oshmay qoldi. Rossiya hukumatining tirishchanliklaridan boshqa yana ba'zi shaxsiylarni o'zgacha choralarni ishga solib ko'rdi. G'o'ljadagi ba'zi Rus savdogarlari Jungoloklar va Tungallar bilan savdo qilishda to'limi dadil edi. Foyda tegadiganlar bo'lsa ular har qanday qaramliqdan zodli bosh tortmaydi. Har qanday xaym xatarmi ularni to'sib ololmaydi. Ularning savdo peshvolari hukumat doiralaridek undaq avaylab dasimaydi. Ular uchun Qashqariyaga qanday odam hukmronlik qilsa-mu, qaroyati chaqdi. Ammo bu yerda turgan mezgilda o'zlarining mollari va hayotining xavfsizligiga kapolatlik qilinsa bo'ladi. Rossiya hukumati ularning Tangritog'ni kesib o'tish yo'lidagi tirishchanliklarini qo'llaydi. Chunki xaym xatarning mutlaq ko'p qismi shaxslarning ustiga tushsa, hukumat shaxslarning tajribasidan nurg'un foydalanadi. Shuning uchun Rus savdogarlari o'zlarining planlarini General Kolpakovskining oldiga qo'ysa, xuddi Ingliz savdogarlari shuning o'xshash ahvol ostida Kalakota doiralarining to'sqinligiga uchramagandek müşahit to'xtadi hurmatli vatandosh.